Hali uddalab bo'lmas topshira degan kinoni ko'rgan bolalar уже katta bo'lib qolibdi shekilli. Eshitdinglarmi? Fransiyadagi eng mashhur muzey bor-ku, Louvre. Ashuni o'g'irlab ketishibdi. 7 minutda o'g'irlab ketishibdi. 7 minutda tasavvur qilinglar. Masalan, oddiy narsalar kulasizmi? Men aytib bergan ba'zi narsalar. Men mana shunaqa narsalarga kulaman, mana shunaqa yangiliklar chiqsa. Nimaga? Chunki men o'ylardim-da, uyga kirish uchun qanaqadir muzey, haliginaqo lazerli yo'llar, kanalizatsiyalar, hali turbalarning ichidan o'tish kerak. Yo'q, bitta shartini shunday qo'yishibdi derazaga, shunday chiqib turib olib ketishibdi. Kamera ham yo'q ekan hali ichida, tasavvur qilinglar. Men hayron qoldim. Ahrani ham shu kuni Toshkentdagi pivo festivalda ekan, конечно, yer yuzida hamma to'poylashida bo'lgan. Endi hozir aytishyapti-kan, u anaqalarni olib kelib bersanglar qaytarib, biz sizlarni qamamaymiz deyapti-kan. Men to'poymanmi? Sizlar o'ylaysizlarki, yer yuzida hamma qamalib o'tirgan o'g'rilar hali o'g'irlagan narsasini qaytarib bermagani uchun o'tiribdimi? Yo'q, o'g'irlik qilgani uchun o'tiribdi ular.